Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh, avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism, 3-bob. Hunarlik qo'l, go'harlik qo'l. Birinchi. Ata-bo'lar naati to'g'ri aytgan. Hunar ko'pkimi yetkizadi, ko'kkimi yetkizadi. Bir kuni Atxon bilan Bagtumur paranglashib o'ltirib, Bagtumur mundaq bir gapni qildi. Tirikchilik o'lmay tuproqning sirtida yurish degan so'z ekan. Tirikchilik uchun bir tal pichoq bilan bir tal bilaymo, bir sandal bilan bir bolqimo, bir ustara bilan bir kaplag'ochmo kifoya qiladi ekan. Bu so'z Atxonning diqqatini tortib, ko'nglini yo'ritgandek bo'ldi. "Hey, to'xtasizlar!" dedi u Bagtumurga yaqinroq siljib. "Bu yerda satrash hunarmo aqamdi?" "Nim deganlari bu Atxon aka?" dedi Bagtumur hayron bo'lgandek uningga kulib qarab. "Satrashlik degan hunarlarning eng nochisi sizlar. Qaysi bir musulmon choch saqilni oldirmaydi? Bu yerda texi uning bahos yuqori. Mundaq desizlar." Atxon charlashgan ko'tmak saqalini tatilab o'ltirib xiyolga patdi. U Bagtumur bilan billa turgan 10 necha kundan buyon bekorchilikda qattiq zerikkan edi. Akbarning uy ishlarini qilg'ach, anda munda to'mirchilik ishlarga yordamlashganini hisobga olmaganda, ular bu uyda asosan tayyorga hayyor bo'ladigan bekor talablar edi. Bu hol Atxonni qattiq xijil qilib, tanqislikda qo'yayotgan qiyin ishlarning birisi bo'lib qolgan edi. U bir necha qatim tamoq dasturxoni ustida o'zining xijilligini izhor qilib, ko'ngil sirlarini aytganda, Bagtumur uningga naati kang qo'rsaqlik bilan tasalli bergan edi. "Hargiz undaq demasizlar Atxon aka. Tang yegan tangisingar degan gap bor. Biz hammamiz musofir. Musofirchilikda ko'rmagan kunlarimiz yo'q. Men bu yo'lda nurg'un dardlarni tortgan, hatto alamga, xo'rliqqa chidamay tomlarga qo'shqardak ishlagan vaqtlarim bo'lgan. Lekin iroda bo'lsa hammani yengil bo'ladi ekan. Sizlar tortayotgan bu dardlarmo tugab ketadi. Dunyoda vaqtning o'tishi bilan saqaymaydigan yari yo'q. Hayotning ochiq chuchukini yetkicha tetib, o'ziga o'xshash musofir, yo'qsizlarning holiga yetishni insonlik burchi deb qaraydigan bu shafoatchi yigitning ta'sirlik so'zlari garchi Atxonni xijillik azobidan oz to'la qutuldirgan bo'lsa-mu, lekin kechgacha bekor yeb yetish uning nazarida odamning emas, balki hayvonning ishi edi. Shunga Atxon bu kunlarda uxlaydigan makondan, yeydigan oshdan g'am qilmasmi, ammo ko'nglining bir yerlarida hamon odamni qiynaydigan tititlik va beoromlikdan xoli emas edi. Baya Bagtumurning to'satdan aytgan tirikchilik to'g'risidagi heliqi so'zi uning hamisha beoromlikda qiynalayotgan ko'ngliga xuddi shirin malhamdek yiqimliq tuyulib ketdi. U bir ishning yo'lini topgandek Bagtumurga mundaq dedi: "Men satrashlik qilib baqsam qandoq ukam?" "Voy, sizlar bu hunarni bilamla Atxon aka?" so'radi Bagtumur hayron bo'lgan qiyofatda. "Xuddi sizlar o'z vaqtida taxta mushuk yasashni o'rganib qo'ygandek, menmo kichikimda bu hunarni to'la o'rganib qo'ygan ukam", dedi Atxon texmo ruhlanib. "Boshqa kun tushganda bu mehnat ishning jonga asqatganligini kim bilsin? Odam tirikchilik yo'lida har qanday ishni qilsa bo'ladi Atxon aka", dedi Bagtumur uni ilhomlantirib. "Rasulullohmu halollik bilan ishlab yashashni ummatlardan talab qildi ekan. Bir kuni sahobalar o'ltirgan yerdan Rasululloh o'tib qoldi. Hammalar uningga hurmat bildirib salom beribdi. Lekin Rasululloh salomni ilik olmay ketibdi. Sahobalar bir-biriga qarshib ajablanibdi. Keyin Rasululloh qaytishida sahobalar yana salom beribdi. Bu qitim Rasululloh salomni ilik olibdi. Bir sahoba uningdan hayron bo'lib so'rabdi: "Janobi Rasululloh, baya salom qilsak ilik olmadingiz. Bu qitim ilik oldingiz. Buning sababi nima?" "Buning sababi" debdi Rasululloh. "Baya men o'tganda hammanglar osmon qarab hangviqib o'ltirib ekansizlar. Qaytishimda qarasam yerni sijob o'ltiribsizlar. Har holda qo'linglar ishda ekan. Emgak halollik,
mening yaxshi ko'rdiganim. Barakallah, yaxshi gap bo'ldi ukam, dedi Atxon ta'sirlanib. Lekin za bu ishni uzoqdan beri qilmag'achqa qo'lim qetib qoldi. Inshaalloh bir necha kun qilib baqsam asliga kelib qolarman. Albatta deganlardek bo'ladi, dedi Bektemirmi xushal bo'lib. Menmo dastlab qassoblik qilganda qo'y o'chkilarning ichbog'ini pokiz ololmay go'shtini bulg'atgan edim. Keyin asta-asta qo'lim ko'nib, nihoyatda pokiz ham chaqqan qassob bo'lib ketdim. Mavo taxti mushuklarni demaylar tehi. Dastlab yasaganda ilg'oshni qattiq qilib qo'yib, chashqonlar nurg'un yamchukni yeb qochdi. Keyin buningmo ipini bilib oldim. Ish degan shundoq bo'ladi ekan. Ba'zida ko'z qo'rqadi ekan, ba'zida qo'l, ammo belni ching bog'lab ishlayversa bir gap bo'ladi ekan. Sizlarning hunarga ko'p dasmoyi ketmaydi. Aka, noati bir ustara, bir kaplig'uch, bir evriq va bir bandang bo'lsa bo'ldi. Men sizlarni haramning yinidagi bir yerga o'rinlashtiray. Bu savobli ishni qilib baqsala, Xudoyim rizqlarini kam berib qolsa ajab emas. Ular atsilam ishqa tutish qildi. Bektemir bozordan bir necha metr gazlama ilib, ko'rkam bir soyvan yasidi. Eski tuskilarni sotadigan yerdan yo'lanchuklik bir o'rindiqni arzonla setib oldi. Evriq uyda bor edi. Ustara bilan kaplig'uch Atxonning o'zidan chiqdi. Yo'lda lozim bo'lar deb Qashqardan ilib olgan hiliqi sadab sapliq o'tkir ustara amdi toza asqatadigan bo'ldi. Tayyorlik kutib ikkinchi kuni Atxon haram masjidining Umra darvozasi yiniga satrashliq do'konini qurdi. Alla yeşil raxtlar bilan tikilgan ko'rkam soyvan yiroqdilla ko'zga tashlanib turadi. Atxon oldi bilan o'zining soqol burutlarini pokiz oldi. Yangi ko'nglikini kiyib, yanglarini jaynikigacha turdi. Ondan oppoq xasa partuqni oldiga tortib, ustara, kaplig'uch va bir parcha yalanda so'punni o'rindiqning yenidagi tosh ustiga tizib qo'yib, xaridor kutishga boshladi. Lekin ha degandila ish toza yurishib ketmadi. Birinchi kuni kechgacha oftobga qoqilinib o'ltirib, aran ikki odamning choch saqlini oldi. Ikkinchi kuni 4 ga, uchinchi kuni 7 ga yetdi. Lekin ularning ko'pi atrofdagi tog' jilg'alardan kelgan namratlar bo'lg'achqa bir necha tiyin pulni qo'llari titrab turib chiqardi. Atxon hargiz tamaxo'rlik, nafsi yomonlik qilmadi. Xaridor qancha pul desa, atg'anlarni bersizlar deb qo'l qo'shtirib turdi. Hatto ba'zilar pul o'rniga 2-3 tuxum, bir necha tal sayko'ktat, meva-cheva va 5-4 o'chum guruch bug'doy bersimi, ashqalla deb oldi. Buninglik bilan hunarga saxtalik ishlatmadi. Munosabatda qo'pollik qilmadi. Balki xaridorlarning choch saqilini shundoq yumshoq uvlab, pokizlik bilan tujuplab yasadi. Burun quloqlardagi yovutuklarni oldi. Ondan putisini tutib, qo'lini silkib, barmoqlaridan qos chiqarib, shundoq yengil ham rohat qilib qo'yatdi. Shuning bilan dili pok, tili yumshoq, sulkatlik bu odamning hunari va xislati to'g'risidagi yaxshi gaplar asta-asta ig'izdan ig'izga ko'chib, texmi kuchayib va ranglanib, yiroq yaqinda bu odamning nomini chiqaribdi. Dukkan ichib 2 hafta bo'la bo'lmay, uning xaridorlari xili-xili yerlardan uni izlab keladigan bo'ldi va doimlik cho'pqatlarmi kundan kunga ko'pishga boshladi. Amdi Atxonga dastlabki kunlardagidek tiyinlab pul chiqaradigan namrat gadoylarla emas, balki siqimlab pul tashlaydigan boy mo'tabarlarmi choch saqilini oldirdigan va uning bilan yaqinchilik qiladigan bo'lib qoldi. Akbar ba'zi kunlari Bektemirning ishlari aldirash bo'lganda uningga yordamlashgandan boshqa ko'p vaqtini dadasiga hamroh bo'lib, haram masjidining yinida o'tkazatdi. Amaliyotda Akbar dadasiga arab tilini o'rgatgach, kelib ketayotgan xaridorlar o'tirsida tarjimonlik qiladi. Bir kuni Akbar Atxonga mundoq dedi: "Dada, amdi menmo cho'ng bo'lib qoldim. Biror yerda ishlab pul topaymikin deyman. Bu yurtda pul bo'lmasa odamning qadri bo'lmaydi ekan." "Yaxshi gap-ku bu, o'g'lim", dedi Atxon xushal bo'lib. "O'g'il bola degan ishqa o'zini urib turish kerak. Xo'sh, nada ishlab pul topgan kelyapti?"
Bektumar akamning aytishicha, har talban degan bozorda cho'ng bir oshxona bor ekan, dedi Akbar tushuntirib. Shu yerga shogird oladi ekan, shu yerda ishlasam-mo bo'ladi. Yana birisi Bektumar akam qassoblik qilib baqamsan ya, jiq dasmay ketmaydi. Kunda qo'ling pul ko'rib turadi, da'vatidi. Qaysini qilishni bilmay qoldim. Sizning fikringizni anglayman, dada. Atxon birdan o'ylanib qoldi. Uning qo'shomisini turib, ko'zini xiyolan yumib, bir nuqtaga tikilib qolganligidan qaraganda, ko'nglida boshqacha fikrlarning borligini fahmligili bo'ladi. Dunyoda oshpazlik bilan qassoblikdan yaxshi hunar yo'q, o'g'lim, dedi u oxir beshini ko'tarib Akbarga qarab. Pul degan ularga saldak yiqib kiradi, lekin oxir gadoylikda o'tadi. Oshpaz degan qassobdan boy chiqmaydi. Nimishqa damsan? Shuning uchunki oshpaz har kunlik rizqini yundi o'rkiga to'kadi. Hayron bo'lma, ular hamisha bir kun osh solgan osh suyini shu kuni kechda yundi o'rkiga to'kadi-ku. Yana texi ba'zida bilib bilmay paskini qo'li bilan ximirga, o'choq beshiga tutish qilib qoladi. Mana bu ularning rizqini yeb ketadigan ishlar. Endi qassob bo'lsa xunxo'r, ular bo'g'oz mollarni, yeshig yetmagan paxlalarni rahimsizlik bilan so'yib o'tadi. Qur'onda aytilishicha, har qanday o't cho'p, gul giyohlar zamin taktidan tuproq yerib chiqqanda, men bu dunyoning yo'riqligini ko'ray, uning rohatidan bahramand bo'lay deb iymon etib chiqadi. Qo'yning qarnidagi qo'zimo yo'riq dunyoga tushib, u yerning go'zal qo'ynida yayrab o'lsam rozi deb iymon keltirib tug'ilishni orzu qiladi. Lekin qassob bo'lsa uni onaning qarnida turg'izibla bo'g'izlaydi. Mana bu qattiq gunoh. Yana birisi Qur'onda bir qassob umrda 10 ming qo'y bo'g'izlasa bo'ladi deb ko'rsatilgan. Lekin ba'zilar uningdan nechasi ko'p o'ltirdi. Buning bilan xunxo'rlik chekidan eshib ketdi. Dadasining amr ma'rufga keltirib aytgan yo'lliq so'zlari Akbarni qoyil qilib qo'ydi. Lekin uning nada bo'lmasin ishlash niyati bor edi. Ishlab halol qon tari bilan pul tepib, dadasining oldida o'g'illik burchini ado qilishni o'ylaydi. "Amisa qanday qilman, dada?" dedi u oxir titit bo'lgandek beqarorlikda. "Bumi bo'lmasa, bumi bo'lmasa, zalin nima ish qilsam bo'ladi?" "Yana bir oz sabr qilib tur", dedi Atxon uning ko'nglini tinchitib. "Mening bir cho'pqitim bor. Har payshanba kuni chasaqal sotqili keladi. Bashirisi ochiq ekan. Mazhibi kang odamdek qiladi. Anglasam, u odamning mushu atrofda bir oltin dukini bor ekan. Yana bir xish pishirish xumdini bor o'xshaydi. Shuning bilan so'zlashib baqayli. U obdanroq yo'l ko'rsatsa ajab emas. Yerlik odamlar ishning ipi-jipini biladi." Akbar dadasining fikriga ko'ndi. Yana 3 kundan keyin u odam kelsa, o'zimi ko'rishib ahvollashib beqishni ko'ngliga tukib qo'ydi. 2. Atxon hilqi dukkandorni yiroqdan ko'ribla tonidi. U yo'lning neri qasnaqidagi oltin dukkanining oldiga qo'yilgan karvat ustida bir necha tonishlari bilan paranglashib o'tiradi. Ularning ba'zilari salla o'ragan, ba'zilari kopiya, arablar beshiq artadigan yog'liq artib, ustini qara iqal, yog'liqni ustidan besib turadigan halqisman to'qilma yip bilan bosirib olgan edi. Ularning orasidagi beshiga mashhur salla o'ragan, ustiga esil raxtda tikilgan navatrang rida arablarning yangsiz yaktiki. Yepingan salobatlik birisi durdun qopliq yostiqqa yo'langunicha chilim tartib o'ltiradi. Cho'rlariga naqsh o'yilgan 1 metr egizlikdagi kumush chilim uningdan 2 qadam nerida tutab turadi. Chilimning kichik balaning bilikidek tom va uzun naytisi uning yenida xuddi yilondek tugilib so'ylab yotadi. Uning chilimni dam tartib ichiga to'shqan ko'kish isni og'zi burundan tanglab pirqirtib chiqarishiga va semiz gavdisini yostiqqa tashlab kerilib yetishiga qaraganda rohatlik turmushdan toza huzurlanayotganligini ko'rgili bo'ladi. Bir chaqda Atxonga tonish yiliqi odam karvatdan qo'zg'aldi va yo'lni kesib o'tib Atxonga qarab kelishga boshladi. Bu chaqda Atxon bir xaridorni amdila yo'lga silib yerga tushgan
Çat saqal qarindilarini tozalavatdi. Bu kona cho'pqat bir besib, ikki besib Atxonning oldiga keldi. U egiz bo'y, kang qo'lliq, qarmituq, bashirisi ochiq, gejik saqal arab edi. Uning yuzidagi qora cho'qirini hisob olmaganda, xili kelishgan sumbatliq odam deyishga bo'ladi. Bu odam kuchsiga shoyi kiyim, uning ustiga zar kalotondin jiyak tutilgan rida, putiga so'ngsiz xurum tallik arablarning ishbek kashi kiyib, xili puzur yasnab olgan edi. Uning ismi Abu Lahab bo'lib, Makkadagi xili halliq kishilardan edi. Uning Hindistonliklar ko'proq o'rinlashgan Jodri degan bozorda oltin bezak sotadigan bir do'koni bo'lgandan boshqa, Makkaning atrofidagi Marru Zahron degan yerda cho'ng bir xish pishirish xumdini bor edi. U Atxonga bir necha qatim chat saqal oldirib, bu odamning pokiz, siyliq hunarini, xam qaymoqdek yo'qishliq mijozni yoqtirib qolgan edi. "Qandoq ustam, yurtimizga ustaxonlari tushib qilvatamdi?" so'radi Abu Lahab salomlashib bo'lgandan keyin. Bu kunlarda Atxon arabchani xili obdan o'rganib qolgan bo'lsa-mu, lekin anglashga usta, so'zlashga naqis edi. Talaffuzi toza durust bo'lmag'achqa duduqlab, kekashlab qoladi. Shunga Akbar o'tirda telimashlik qiladi. "Xudo shukri, taqsir", dedi Atxon uni o'rindiqqa taklif qilib. "Avvali Xudo, ondan qolsa bu maishatlik yurtning g'amxoni bo'lgan har birlardek yaxshi odamlarning soyasida bu yurtmo tug'ilgan tuproqdek issiq ko'rinadigan bo'lib qoldi. Yurtga ketolmay bu yerga kelganliklariga pushaymon qilib qolmaganlar?" Abu Lahab xuddi uni sinamoqchi bo'lgandek bu savolni qo'ydi. "Yo'qsa, pushaymon qilish biz taqvodor musulmonlarning dili emas, taqsir. Bu yer muqaddas yer", dedi Atxon ko'nglidagini ochiq aytib. "Lekin har qanday bir vijdonli odamning kindiqini to'kilgan tuproqqa muhabbati bo'ladi. Peqirmo bu muhabbatdan xoli emas." "Barakalloh, barakalloh", dedi Abu Lahab qoyil bo'lib. "Ustam, noiti to'g'ri aytdilar. Har bir kishining tug'ilib o'sgan shahar va mamlakati shu kishining vatani bo'ladi. Har kim tug'ilgan, o'sgan yerni jondan ortiq so'ydi. O'z yurtidan, vatanidan ayrilib boshqa yerlarga borsa, o'z yeridagiga o'xshash rohat, farog'atda yashayolmaydi. Maishti har qancha to'liq bo'lsa-mu, lekin ko'nglining bir yerida o'z vatanining muhabbati yashaydi. Biz arablar mushu qaqos tog', issiq cho'l jazirlarni jinimizdan ortiq so'yganimizga o'xshash, habashlarmo poyonsiz sahroyi kabirni, misrliklar Nil bo'yidagi sozliq qo'mishliqlarni boshqa yerdan ziyoda so'ydi. Agar so'ymagan bo'lsa, ular allaqachon havosi yaxshi, tirikchilik qilish osonroq yerlarga ko'chib ketib, vatanlarini tashlab o'tgan bo'ladi. Lekin biz tug'ilgan yurtimizdan uzunga ketsak, bizni tartib keltiradigan kuch-quvvat o'z vatanimizning, ona tuproqning mehr-muhabbati. Bundaq mehr-muhabbat muqaddas va abadiy bo'ladi. Akbar bu mehri issiq, notiq odamning og'ziga qarganicha turib qoldi. Abu Lahabning ma'nilik, ta'sirlik so'zlari uning pul tepish yo'lida hammani unutgan, bag'ri qattiq, nafsoniyatchi tijoratchi emas, balki hayotni, odamlarni obdan tushunadigan, kishining holiga yetishni biladigan tuqumishliq, bilimi keng, farosatlik odam ekanligini ko'rsatib turadi. Uning yurt vatan to'g'risidagi so'zlari Akbarning ko'ngliga bakmu yoqdi. Akbarning yurakidagi dardlarni qayta tirilgandek, uning vujudini yana bir qitim larziga soldi. Akbar xiyolga ketdi. Xiyoli yurtga ketdi. Bu kunlarda yurtda bog'lar qorong'ulashib, tunji kakkuk navosi anglangan vaqtlar edi. Akbarning ko'z oldida oq, qizil, seriq, binafsha chechaklarga to'lgan bog'lar, yop-yeshil jala chiqarishga boshlagan sumbul notalar, qat-qat echilgan bahor gullari rangarang bo'lib ko'rinishga boshladi. Demig'iga ochiq-chuchuk g'ora bilan atir gullarning xushbo'y hidi urilgandek bo'lib, vujudini bir xil mastxushliq qarmab oldi. U mastxush holda o'z-o'ziga pichirildi. "Mana, bu kunlar yurtning toza bahor vaqti. Bahor, u yerda hamma narsa sen bilan jonlanib, go'zallashib,
jimi hayotliq sen ilib kelgan ko'rkam illiq turmush zo'qini surdi. Bizning u go'zal zamin qahramonlarining, ulug' ajdodlarining muqaddas zamini, ashu pok tuproqda o'sib yetilganlarning yaxshilari xuddi gulning sarxili gul orasida, erning sarxili el orasida degandek ashu tuproq bilan billa yashayotdi. Bizchu ayni chochqa tushgan kepakdek xohlagan yerda to'zib, sarson bo'lib yurimiz. Akbarning sukutga cho'mgan o'ychan, g'amkin chiroyi Abu Lahabning diqqatini tortdi. U bayla ko'zlari o'tkir, gaplari chechan, qarashlari muloyim bu bolaga o'z o'g'lidek amroq bo'lib ketgan edi. Akbar, jimib ketding-ku, yurt naslab qolding-ku deyman, dedi u Akbarning ko'ngildagini sezgandek. Xudo xolisa kunlarning birida yurtingga ketsan. Qachon? Aldirab bo'liqib so'radi Akbar. Qachon ketaman? Abu Lahab mehribonlik bilan uning beshini siladi va kulib turib mundoq dedi. Xudo xolisa dedim-ku, Xudo o'z bandalarining orzusini hargiz yerda qo'ymaydi. Dunyoda oyga chiqmas ish yo'q. Bugun yo'linglar etilgan bo'lsa, o'gun ichilmaydi deb kim aytoladi? Vaqt hamma ishni o'z yo'lida hal qiladigan adil hukmron. Akbarning ko'ngli vallada yo'rgandek bo'ldi. Abu Lahabning so'zlari uningga ishonch va umid bag'ishlagan edi. Atxon Abu Lahabning bo'yniga partuq tortdi. Beshiga suv temitib chichini uvladi. Choch rasa yumshagandan keyin sopun surib ustira bilan qirdi. Choch ilinib bo'lgandan keyin saqal burtiga mag'zab surkab chiroyli yasashga boshladi. Dal shu chog'da ularning yonida varanchurum ko'tarilib ketdi. Atxondan 5-6 qadam neridagi bir tosh supida uchiga oq yakdak, beshiga yeshil shoyi do'ppa, putiga qo'ng'altoq kalash kiyib olgan Musa Danqon yaqindan biri mushu yerda yoyma ichib, ayoli Asiya xonim kecha kunduz qo'li bilan tapchib tikkan oq do'ppalarni setib o'ltiratdi. Yaqindan buyon bu odamning taqqa turqi xeyliga o'zgarib ketgan, saqali uzun o'sib, yadang'uliqdan qanshiri tiklishib, ko'zlari o'ltirishib, ozg'in bir bovoyga aylanib qolgan edi. Baya uning oldiga 2 xaridor keldi. Her ikisi 20 yoshlik bangmash yigitlar edi. Ular birdan 2 do'ppan elib 10 riyallik kona yirtiq bir pulni berdi. Musa Danqon pulni qo'liga elib qarab, necha yerdan yemlangan bir rap pulni boshqa yerda xarjlayolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Uning ustiga u texi 6 riyal qaytarib berishi kerak edi. Yaxshiroq pul beringlar, uskalarim, dedi Musa Danqon 2 yigitga yelingandek bechora qiyofatda. Men bu pulni xarjlayolmayman. Agar buningdan boshqa pulinglar bo'lmasa, do'ppini kiyib ketib, pulni keyin tashlab bersanglarmi bo'ladi. Men sizlarga ishonaman. Nima? 2 yigit uningga tangla hurpaydi. Sen texi bu yerga kelib, qo'rsqon to'yib, amdi Saudining pulini ko'zingga ilmaydigan holga yetdingmi? Bilib qo'y. Bu degan podshohning surti tushirilgan ulug' pulchimi? Yo'qsa, fiklarim yo'qsa, dedi Musa Danqon qo'rqib ketib. Ko'zga ilmaydigan ish yo'q. Men faqat yaxshiroq pul beringlar dedim. Buni xarjlayolmasam, menga uvol bo'ladi. Bu pul yomonmikan? Dedi yigitlar o'ktamlik bilan Musa Danqonning ko'ziga kirib. Nari yomon ekan? Saudining pulini yomon deyishga qandoq tiling bor desing? Ular yo'q yerdan putoq chiqarib yo'lsizlik qilyotdi. Musa Danqon qo'rqib ketdi. Ko'zlari aloq-chaloq bo'lib, og'zi gapga kelmay qoldi. Varan-churungni anglab odamlar yig'ilishga boshladi. Shu chog'da Bektumurmu bu yerga kelib qoldi. U haram masjidida namoz o'qigach, Atxonni yo'qlab kelgan edi. U ahvolni uqqandan keyin hiliqi 2 yigitga siyliq sipoyilik bilan mundoq dedi. Yigitlar, sizlar do'ppini kiyib ketaveringlar. Bu hojiga pulni men berib qo'yay. Bu gapni anglagan 2 arab yigiti texmi chichangishib ketdi. Hey xorji, sen texi biz olgan molga pul to'lab qo'ymoqchimi? Sen kelgindining qo'lidagi pul, na'ning puli bilamsan? U degan ulug' Saudining puli, sen kelgindining puli emas. Lekin Bektumur bo'sh kelmadi. Ko'krigini kirib oldiga chiqdi. Saudining puli bo'lsa, nim bo'pti? Men bu pulni o'g'irlamadim.
balki Saudiga ishlab, halol ta'rim bilan topdim. Nada ishlading? Bizning ziminda ishlagansan? Ikki yigit bargan siri osonlik qilishga, kamsitishga boshladi. Hey, xoriji, kim seni chillab kepti? Kim sening ishingga muhtoj ekan? Bektemirning qattiq xo'rliqi keldi. Alamdan put-qo'li titrab, ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. Bu dunyo garchi hamma odam kamolga yetib, to'qqizi tal bo'lgan mukammal dunyo bo'lmasa-mu, lekin bu dunyoga inson bo'lib turalgan har qanday odam o'zini behuda xo'rlagan, kamsitganlarni zodila yoqtirmaydi. Bektemirning ochiqi tuyidan qopdi. Heliqi ikki yigitmi asabiylashdi. Ular qarshi tarafni besib tushmaguncha bo'ldi qilmaydigandek mag'rur qiyofatda g'adib turadi. Agar mushu piti ketaversa, Bektemir bilan bu ikkisi bir qapas ilishib qoldigandek qiladi. Shu chaqda butun ahvolni bayotindan beri kuzatib turgan Abu Lahab likkida o'rnidan turdida, bo'ynidagi partuqni ilib etmay, saqal burtini yerimi yasalmagan holda ularning yiniga keldi va ilqi ikki arab yigitga qarab zarda bilan to'lidi. Xarji bo'lsa nim bo'pti? Ularmi sana o'xshash odam, sana o'xshash musulmon, lekin senlarda kichikkinami odamlik, musulmonlik xislat yo'q ekan. Sen bularga bu pulni bekorga beryapsan? Beshingga kivolgan nima? Bilsang, avu qari musulmonning qon tari. Senlar taqi Saudining pulini pesh qilib, bu musafir musulmonlarning ko'nglini og'ritding. Bilsang, bu ay bu kunlarda Saudi podshohining odilligi tufayli Arabiston zaminida yashayotgan barliq musulmonlarning beshida islom bayrog'i javlon qilib, ularga boshpanoh bo'lyotdi. Ularning senlarga o'xshash yashash, ishlash huquqi bor. Abu Lahabning so'zi atrofda qarab turgan boshqalarga ta'sir qildi. Ular bir ikki ig'izdan loqma silib, heliqi ikki yigitni ayblagan bo'lishdi. Shunga ularmu bayqi alpazdan yinib pastgo'yga tushdi. Agar atrofdagi jamoat fikri o'zlariga foydasi bo'lmagan bo'lsa, ular Abu Lahab bilan muzakolashib, bu yerni beshiga kiyishdan yonmaydi. Ular beshidagi to'ppan ilib Musa danqonga berdi va hiliqi 10 riyallik rap pulni yanchuqaga silib, bu yerdan g'abbida tikivetdi. Abu Lahab joyiga qaytib otxonga chala qolgan saqalini yozishga boshladi va hiliqi ikki bangmash yigitdan ranjib mundoq dedi: "Qarmamlar ustam, bu bolalarning yugansiz, noinsof bo'lib ketganini, ular haqiqatan uchishni bilib, tushishni bilmaydi. Hamma yerda valaqshib, gidiyib yuriydi. Ular mundoq ketaversa, cho'qim falokatga yo'liqidi. Alloh taolo inson bolasiga balo qazo berishdan avval kibr beradi. U kibr bilan toza gidaygan chaqda ondan balo qazo beradi. Aslida kibr odam bolasiga emas, shaytonga xos narsa." Abu Lahabning bugungi so'zi va ishi otxonigami, Akbargami cho'nqur ta'sir qildi. Ularning qalbida bu odamning nomi va xislati cho'nqur o'rnab, yuksak bir aqida bo'lib shakllandi. Abu Lahab choch saqilini oldirib bo'lib qaytadigan chaqda: "Men sizlarni ata jumadan keyin uyga taklif qilaman", dedi chin ko'nglidan chiqarib. "Choy-pay ichib, g'izolanib kelinglar. Akbarga o'g'lim Harisni tanishtirib qo'yay, do'st bo'lib qolsin." Atxon takalluf qilib o'ltirmadi. Xushallik bilan taklifni qabul qildi. Akbarmi xushal edi. U o'ziga yangi bir do'stning tepilganligidan xushal edi. Davomi bor.